Mehnat xavfsizligi kanali obunachilari tomonidan shu kabi ko'plab savollar kelib tushmoqda. Unda savollaringizga batafsil javob beraman. Hukumatning yangi qaroriga asosan tashkilotlarda barcha bo'linma rahbarlari o'zlarining xodimlarini o'qitib, bilimlarini tekshirishi kerak bo'ladi. Bunda tarkibiy bo'linma rahbarlari o'zlari tashkilotda tashkil etiladigan doimiy faoliyat yurituvchi imtihon komissiyalarida o'qib, bilimlari tekshirilgan bo'lishi kerak. Faoliyat yurituvchi imtihon komissiyalari tashkilotning tarkibiy bo'linma rahbarlarini o'qitib, bilimlarini sinash uchun tashkil etiladi. Ushbu komissiyani ro'yxati tashkilotda mehnat muhofaza qilish xizmati tomonidan shakllantirilib, kasaba uyushmasi yoki xodimlar boshqa vakillik organi bilan kelishilgan holda tashkilot rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Qarorga asosan xavflilik darajasi birinchi toifaga mansub bo'lgan tashkilotlarda ushbu komissiyani tashkil etish majburiy emas. Komissiya tarkibi tashkilotning mehnat muhofaza qilish xizmati xodimi tomonidan shakllantirilib, tasdiqlangandan keyin komissiya a'zolari 1 oy ichida Kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligining malaka oshirish markazida yoki mehnat muhofaza qilish sohasida xizmatlar bozorining professional ishtirokchilarida 36 akademik soatdan kam bo'lmagan miqdorda o'quv kurslaridan o'tishi va bilimlari tekshirilishi shart. O'qitish maxsus dasturlar orqali amalga oshiriladi. O'qitish yakunlangandan keyin test topshiriladi. Testda 30 ta savol beriladi, 60 daqiqa vaqt beriladi va ushbu savollarning 70% ga ijobiy javob bergan ishtirokchilarga muvaffaqiyatli o'tgan hisoblanadi va davlat namunasidagi 3 yil muddatga amal qilinadigan sertifikat beriladi.